Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan bugun ko'rib chiqargan narsamiz telefon orqali savdo qilish. Ya'ni bu o'zi kimga kerak, nimaga kerak deb aytadigan bo'lsak, telefon orqali savdo qilish, misol uchun ko'chada yurgan bo'lsanglar, yoningizda o'zingizlarning kompyuteringizda yoki notebookingizda bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol savdo qilsanglar bo'ladi va analizni ham qilish mumkin. Undan tashqari, hozirgi kunda misol uchun deylik notebookga sharoiti bo'lmaydigan insonlar bo'lsa, telefonda ham bemalol telefon orqali ko'rib, analiz qilib savdo qilsa bo'ladi. Faqat bunda telefon orqali savdo qilishimizda, analiz qilishimizda nima eng noto'g'ri joyi bor deydigan bo'lsak, bunda programmaga, misol uchun programmaga kiradigan bo'lsak, ichida o'rtoqlar grafikka ichidagi svechalarni yaqindan ko'ra olmaymiz. Misol uchun kattaroq ekranda ko'radigan bo'lsak, u narsa bizga yana ham yasniyroq bo'ladi. Yana ham nima deydi, effektliroq savdo qilishimizga olib keladi. Ana notebookda savdo qiladigan bo'lsak, notebookda analiz qiladigan bo'lsak. Xo'p, sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Tak, ekraningizda birinchida turgani Syncor Swim. Bu hozir O'zbekistonda ishlamaydi o'rtoqlar. Hozir buni ko'rsatganim bilan foydasi yo'q. O'shaning uchun buni anaqa qilmaymiz-da. Bu yerdagi programmalar menda stock market uchun yig'ilgan programmalar. Undan tashqari ko'pi bor edi. Hozir o'chirib, tozalab chiqdim. Bizda ikkinchi o'rinda turgani mana TipRanks. Bunga kiradigan bo'lsak, bu nima vazifani bajaradi biz uchun? Xo'p, mana xohlagan aksiyalarni ustiga bosadigan bo'lsanglar, misol uchun deylik, mana bitta o'zingizlar qidirib, xo'p, bunday qilamiz. Bu aksiyani qidiramiz, kiramiz. Kirganimizda bizda mana 5 kunlik, oylik, 6 oylik, xullas yillik, 5 yillik, xullas mana shu narsalar bor. Bizda mana shu yerda forecast degan joy turibdi mana. O'sha joyga bosadigan bo'lsak, biz analitiklar tomonidan analizlarini ko'rishimiz mumkin. Mana $58 ga eng pastki lowi $58 belgilanyapti, o'rta narxi $69, yuqori narxi $75. Shundan kelib chiqadiki, biz bundoq qarasak, narxini $69 turibdi. Bu o'rta narx. Ya'ni qimmat emas, arzon emas degani. Tushuntira oldimmi? Mana o'rta narxida turibdi hozir. Biz pastida ham ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari buni pulli versiyasi ham bor o'rtoqlar. Pulli versiyasini sotib olishini mumkin xohlasanglar, ko'proq funksiyalarni ochish uchun. Menga shart emas bu narsa. AI analiz bor bu yerda. Kirib S&P 500 bilan solishtirilgani bor. O'sha narsalarni ham ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Va bu joyda nimalar yozilgan bo'lsa, hammasini o'qib chiqishni maslahat beraman. O'qib chiqasizlar va overview ga kiradigan bo'lsa o'rtoqlar, bizda oxirgi yangiliklar chiqib turgan bo'ladi. Mana 8 kun oldingi chiqqan yangiligi, boshqa narsa, xullas shu yerda hamma narsa chiqib turadi o'rtoqlar. Shu orqali biz foydalansak bo'ladi. Mana shu yerda news ga bosadigan bo'lsak, newsda mana hozirgi kunda mana oxirgisi 3 soat oldin yangiligi chiqibdi mana. O'sha yangiliklarni o'qib chiqishimiz mumkin. Marketga kiradigan bo'lsak, marketda bizda marketga kiradigan bo'lsak, hozir kiradigan bo'lsak, mana shu joyda qancha foiz ko'tarilyapti, nima bo'lyapti, aksiyalarning hammasini ko'rib chiqishimiz mumkin o'rtoqlar. O'sha o'zimizga kerakliklarini tanlab olib, o'sha yengiliklari, boshqa narsasini kuzatib turishimiz mumkin. Analiz turiga keladigan bo'lsak, misol uchun forecast bizga qanaqadir miqdorda yordam beradigan narsa. Endi forecast o'ziga to'laqonli ishonib olib, buni o'rta narxi mana bunaqa ekan, men kirishim kerak ekan, yoki sotib olishim kerak ekan degan narsa emas. Shunchaki bizga qo'shimcha informatsiya, qo'shimcha sabab sifatida o'sha narsani ishlatishimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Va bu joyda mana top gainers, top losers ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar. Bugungi kunda qanaqa darajada ko'tarilganlar va tushganlarni ko'rishimiz mumkin. 31%lab, 25%lab tushganlar mana bu joyda ko'tarilganlarni ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar. Va bundan chiqib ketamiz. Biz hozir Stock Map ga kiradigan bo'lsak, mana 3-chi programmani ko'rsatyapman sizlarga. Stock Map ga kiradigan bo'lsak, bu joyda biz bemalol har kunlik mana S&P 500, Nasdaq, Dow Jones ichidagi hammasini qanaqa holatdaligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana misol uchun analiz turlari bor bilasizlar. Mashina o'zida ham kirib turib, qaysi qaysi sektor yaxshi yurayotgan bo'lsa, o'sha sektordan biz analiz qilib topishimiz mumkin. Ya'ni bundoq ustiga bosadigan bo'lsak, misol uchun bu ham yashil o'rtada mana bunaqa. Foizlarini ko'rib chiqamiz. 2%, 3% dan balandroq yurayotganlari bo'lsa, biz mana bunaqa joyga kirib turib, misol uchun mana kirganimizdan keyin ham yashilni ko'rayotgan bo'lsak, mana 640% mana shunaqa o'sganlarni ko'radigan bo'lsak, kirib turib, o'sha sektordan, sanoatidan qidirib, biz analiz qilib, shu orqali ham aksiyalarni topishimiz mumkin o'rtoqlar. Va biz kirganimizdan keyin mana bitta watch list degan joy bor. Watch listga ham ozgina aksiyalarni tiqib qo'yishimiz mumkin. Watch listi shart emas, bundoq qarasanglar, chunki Webull'da o'zida bemalol foydalansak bo'ladi bu narsadan. Hozir uni ham ko'rsataman.
Va bunda har kunlik biza bemalol mana shuna kirishimiz bilan S&P 500 ichida bugungi kunda nima bo'lyapti, ertangi kunda qanaqa, haftalikda qanaqa, yillikda qanaqa hammasini mana o'rtoqlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana. Mana bir haftadan beri qanaqa holatda bo'ldi bular. Va bundan chiqib ketamiz. Bizda keyingisi mana bu o'zimizning platforma, bu haqida juda ham ko'p tushuntirganman. Agar buni imенно shuni darsligi kerak bo'ladigan bo'lsa, kirib ko'rishingiz mumkin. Qanaqa ishlatish kerak, nima qilish kerak hammasini tushuntirganman. Asosiy bu narsaga men nima qilaman bu narsada? Foydalanadigan narsam bunda watch list tuzib olaman. Har kunlik, ya'ni mana ekraningizda ko'rib turganingizdek, kunlik savdo misol uchun. Probdan imtihondan o'tayotganda mana kunlik savdo uchun mana shu aksiyalarni qo'yib olganmiz. Ya'ni bu joyda yaxshi volatilность yaxshi bo'lgani uchun, misol uchun ko'tarilishlar zo'r bo'lgani uchun mana shu tanlab olganmiz va undan tashqari biz mana proplar uchun halollarni terib olganmiz va boshqa narsa xullas watch list tuzib olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Add list mana pastda turibdi. O'sha narsa orqali sizlar bemalol watch listinglarni tuzib olsanglar bo'ladi. Har kunlik holati uchun juda ham universal programma. Har kunlik holatini ko'rib turish uchun, o'zingizning portfolioyingizni kuzatib turish uchun juda ham universal programma. Markets bo'limiga kiradigan bo'lsak, markets bo'limida mana biz sal pastroq tushadigan bo'lsak, boyaga narsa tushuntirib bergan market sektori simlab turibdi bu yerda ham. Bu yerda top gainers bor o'rtoqlar mana. Top gainers ustiga bosamiz. Top gainersga bosadigan bo'lsak, bugungi kunda qaranglar mana 227% o'sish, 178% o'sish, 75%, 74% top gainersda turibdi. Va bu orqali bu nimaga o'zi top gainers kerak bizga deydigan bo'lsanglar, misol uchun qiziqish ortgan kompaniyalarniki top gainersda chiqib turadi va misol uchun yaxshigina foiz o'sgan bo'ladi. Shu joyda biz misol uchun bitta analiz turini aytib o'tib ketaman sizlarga. 74%, 75% o'sganlariga biz ahamiyat berib o'tirmaymiz. Sal kamroq mana 15%, 20% o'sganlari bo'lsa, misol uchun penny stocklar deylik. Penny stocklar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni biz analiz qilib turib bu oqimga qo'shilib olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bunaqa o'sib ketgandan keyin emas. Bu yoqda top losersga kiradigan bo'lsa o'rtoqlar, mana bu yoqda yaxshigina oqishi ko'rishingiz mumkin. 78%, 58, 54, 32 mana shunaqa. Buni ko'rishimizga sabab mana shu oqqandan keyin, misol uchun 78% oqqanmi? Sababini ko'rib chiqamiz. Agar seriozliroq narsasi bo'lmaydigan bo'lsa, misol uchun oqishiga qattiq sabab bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol kirib shundan ham foydalansak bo'ladi o'rtoqlar. Watch listimizga qaytamiz. Mana shu orqali biz nima qilamiz? Analiz qilsak bo'ladi o'rtoqlar. Watch listdan tashqari mana shunga kirasizlar. Bizda funksiyalari bor. Mana daily, weekly, monthly hammasi turibdi. Shu orqali biz bemalol mana shu ekranni katta qilib olib, mana shu tozda chizib, mana qanaqa ishlaganini ko'rishingiz mumkin. Aslisini o'zida ham yaxshigina ishlab bergan ekan. Mana shu orqali biz analiz qilishimiz mumkin telefon o'zida ham. Kattalashtirib olamiz, pastda bo'limlarni ko'rishimiz mumkin. Bizda yana nima funksiyalarimiz bor? 1 soatlik o'tkazamiz. Misol uchun ekranni mana buni bosadigan bo'lsak, yonda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana time frame yonida swechani anaqasi turibdi, rasmi turibdi. O'shani bosadigan bo'lsak, bizda mana shu grafikimizni o'zgartirishimiz turibdi. Xullas bu platforma haqida chuqur tushuntirib berilgan darsligim bor. O'sha darsligimga o'tib turib, bemalol ko'rib foydalansanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bizda keyingi platformaga o'tamiz. Keyingi platforma juda ham ko'pchilik nima deydi, tanish Twitter. Bu platformada foydalanishimizga sabab bu yerda misol uchun deylik, mana oxirgi paytda ko'ryapsizlar, Trumpda qanaqa yangiliklar bo'lyapti. Mana Donald Trumpga kiradigan bo'lsa o'rtoqlar, mana oxirgi postlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Yokida qanaqadir o'zligi deylik, o'sha yoqtirgan kompaniyalar bo'lsa, ularning ham Twitter bo'ladi albatta. O'sha Twitterga kirib turib, yangiliklarni kuzatib tursangiz bo'ladi, aktivnostni kuzatib tursangiz bo'ladi. Odamlar qanaqa nima edi, reaksiyalar bildiryapti u kompaniya haqida, o'shalarni hammasini o'qib chiqib kuzatib tursangiz bo'ladi. Bu narsa ham sizlarga kerakli narsalardan bittasi hisoblanadi. Chunki oxirgi yangiliklar aksiyalar bozorida juda ham qattiq ta'sir qiladigan sabablardan bittasi bo'lib qoldi oxirgi paytda. Shuning uchun Twitterdan ham foydalanishni maslahat beraman. Faqat misol uchun aksiyalar uchun emas, o'zi umuman Twitterdan foydalanib, yangiliklardan xabardor bo'lib tursanglar bo'ladi. Keyingisi bizda Perplexity AI, Gemini AI va ChatGPT va DeepSeek o'rtoqlar. Bu 4 ta sun'iy intellekt bizga xohlagan narsamizda yordam beradi. Bilasizlar, mana ChatGPT bo'yicha ham darslik chiqazganman. Mana shunga yozib turib, sizlar xohlagan kompaniyalarni shunaqa darajada chuqur analiz qilishingiz mumkin. Hozirgi paytda juda ham osonlashib ketdi bu narsa o'rtoqlar. Fundamental analiz bo'yicha juda ko'p narsani bilib olishingiz mumkin. Texnik analiz, grafik tashab turib ham bilib olishingiz mumkin. Nima bo'ladi holat desangiz, ular bu sizlarga anaqasini beradi, nima deydi? Analizini beradi. Undan tashqari bizga misol uchun o'zimizga misol uchun
deylik qanaqadir kod yozmoqchi bo'lsak, o'sha kodlarimizni ham indikator qilmoqchi bo'lsak yoki algo trade bilan shug'ullanmoqchi bo'lsak, bizga shu platformalar yordam beradi mana o'rtoqlar. Perplexity ham bor, yaxshigina kuchli. Perplexity qilib bera olmaydigan narsani ChatGPT qilib beradi. ChatGPT qila olmagan narsani mana bizda DeepSeek turibdi. O'sha narsa qilib beradi o'rtoqlar. Gemini mana shu Gemini ham bor o'rtoqlar. Mashinaga kelib turib ham shunday kodlashtirib ber desanglar, hammasini qilib beradi. Va shu yerda 4 ta men sizlarga 4 ta sun'iy intellektni aytib o'tib ketdim o'rtoqlar. Va 5-inchisi ham bor ekan o'rtoqlar. 5-inchisi esimdan chiqdi. Grok. Bu bilasizlar, Grok sun'iy intellektda hozir misol uchun tekinga foydalansanglar bo'ladi. Bunda ham chuqur tushuntirib beradi hamma narsani. Bundan ham bu mana shu 4 tasi qila olmagan narsani Grok обязательно qiladi o'rtoqlar. Shundan foydalansak bo'ladi. Va bizda eng asosiysi men sizlarga tushuntiradigan narsa, misol uchun qaranglar, mana bizda trading view bor, analiz qilishimiz uchun va ikkinchisi Webull bor, analiz qilishimiz uchun, texnik analiz qilishimiz uchun va biz savdo qilishimiz uchun interaktiv broker bor. Interaktiv broker mana IBKR deb yoziladi. Xo'p, interaktiv brokerga kiramiz. Interaktiv broker kiradigan bo'lsanglar o'rtoqlar, men hozir sizlarga bitta kompaniyani как бы sotib olishni ko'rsataman. Misol uchun Inot kompaniyasini oladigan bo'lsak, bizda ekranimizda xuddi shunaqa ko'rinishda chiqib turadi. Tak biz kupit qilamiz o'rtoqlar. Kupit qilamizda va bizda shu joyda количество degan joy turibdi. Mana количество nechta dona sotib olmoqsizlar. Misol uchun hozir men sizlarga 2 ta dona sotib olishni ko'rsataman. 2 ta donasi bizda $70 bo'lar ekan. Biz limit orqali sotib olishimiz mumkin. Limit orqali ili rыночный sotib olishimiz mumkin. Rыночный sotib olish bu bozor narxida sotib olish. Hozir bozor qanaqa narxda turgan bo'lsa, o'sha narxda bizda sotib ol degan narsani beramiz o'rtoqlar. Mana shu joyda время действия degan joyi turibdi. Golden do отменени bosib qo'yamiz. Ya'ni biz отмен qilmagunimizcha turaveradi o'rtoqlar. Bo'ldi. Shunday mashina bosadigan bo'lsak, bizda sotib oladi o'rtoqlar. Limitda biza maslahat berardim limit orqali foydalanishinglarni, chunki limitda bizni qanaqadir misol uchun bozor narxida ber deydigan bo'lsak, qanchadir ham sent arzon, qimmat masalan qilib berib qo'yishim mumkin bo'ladi o'rtoqlar. O'shaning uchun iloji boricha biz limitni tanlaymiz-da. Limitda o'zimiz narx belgilaymiz. Tak deylik, o'sha hozirgi narxi misol uchun 35.10 turgan bo'lsa, misol uchun Golden do отменить turibdi. Bunda ham mana vne birji sessiya degan narsani bitta bosib qo'yadigan bo'lsa o'rtoqlar, bozorni hozirgi narxidan bozor ochilmasdan turib ham sotib oladi o'rtoqlar. Shunogina sotib oladi. Mana shu narsa. Bemalol sotib olsanglar bo'ladi va shu yerda o'zida stop qo'ysanglar ham bo'ladi o'rtoqlar. Shunaqa qilib foydalanamiz. Xo'p, keyingisi bizda Yahoo Finance. Bu narsani ko'pchiligiga tanish, juda ham anaqa bo'lib ketgan, populyarniy bo'lib ketgan bu narsa. Kirganinglarda sizlarda misol uchun bu narsadan nimaga foydalanaman deydigan bo'lsak, men o'zim newslar uchun foydalanaman o'rtoqlar. Newslari chiqadi, misol o'sha newslarni o'qib chiqish uchun, har kunlik newslar nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, xohlasanglar kompaniyalarni o'zingizlar kiritib qo'yib turib, buni ichiga kompaniyalarda qanaqa holat bo'lyapti, o'shandan xabardor bo'lib turishingiz uchun juda ham ajoyib platformalardan bittasi Yahoo Finance o'rtoqlar. Biza TradingView ga kelamiz. TradingView bu platforma juda ham nima deydi, butun dunyo foydalanadi desa ham bo'ladi o'rtoqlar. Bu joyda biz nima qilishimiz mumkin? Xo'p, Inot kompaniyasini ko'ryaptik. Biz Inot kompaniyasiga kiradigan bo'lsak, va biz analiz qilishimiz uchun juda ham ajoyib platformalardan bittasi. Mana bu joyda analiz qilib ko'rsatilgan. Xo'p, ko'rishlar mumkin. Mana bu joyda biz necha foiz ko'tarilishimiz mumkin. Bitta polniy analizdan tushuntirib beraman hozir mana. Mana shu qalamchani ustiga bosadigan bo'lsak, mana shu yerda hamma narsa bor o'rtoqlar mana. Liniyaga pozitsiya ochishimiz, boshqa narsa pozitsiyaga kirishimiz, chizishimiz, xullas hamma texnik nima qiladigan bo'lsak, o'rtoqlar grafik bo'yicha nima qiladigan bo'lsak, hammasi bor. Bemalol foydalansak bo'ladi bu platformadan o'rtoqlar. Mana. Juda ham oson foydalanish. Analiz qilishga ham bitta misol uchun deylik mana deyliga qo'yib olamiz, mana grafikni katta ekranda ko'rib, bemalol analiz qilib foydalansak bo'ladi. TradingView bo'yicha ham darslik chiqazganman. Noldan qanaqa qilib kirish, o'rtoqlar svechani qanaqa qilib analiz qilish, svecha nima, xullas hammasi noldan bor. Kanalimni o'zida topsanglar bo'ladi va bu telefon orqali ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan keyingisi bizda Earnings Hub bor o'rtoqlar. Bu platformaga kiradigan bo'lsak, bizda har kunlik misol uchun anaqalar chiqadi, earningslar chiqadi, chorakliklari, ya'ni hisobotlari chiqadi. Hisobotlardan keyin yaxshigina o'sish yoki tushish bo'ladi, bilasizlar. Mana shu orqali biz ko'rib, bilib tursak bo'ladi bu platforma orqali. Kirsak mana chislolari ham yozilgan bizda.
chislolarini xohlasanglar o'tgan chisloga o'tkazib turib, sizlar bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar shu joyda mana 19-dan 23-gacha chiqadigan anaqalarni ko'rsatadi. Bundoq qilib ichiga kiramizda, mana qanaqa bo'lishi, nima bo'lishi, xullas hammasini bu platformaning o'zida ham ko'rsatib beradi. Oldingi biz analiz qilishimiz uchun earnings misol uchun analiz qilishimiz uchun oldingi holatda nima bo'lgan, boshqa bo'lgan o'shalarni ko'rib chiqishimiz kerak tabiiy. O'shaning uchun mana shu joyda ham berilgan Q4, mana hammasi birlari, hammasi berilgan, qaysi yilda chiqqani, xullas mana shu orqali biz analiz qilishimiz mumkin bo'ladi. Va bizda eng asosiy narsalardan bittasi bu platformalardan bittasi Islamiklik orqali biz nima qilishimiz mumkin? Kompaniyalarni halol yokida joiz emas bo'lgan yo'nalishlari bo'lsa, o'shani biz tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Islamiklik kiramiz. Islamiklik juda ham nima deydi? To'shniroq chiqazib beradi aniq platforma, chunki bu yerda pulli versiyasini sotib olganman. Misol uchun deylik tak Inot kompaniyasi. Ko'rishimiz mumkin. Bizda Inot kompaniyasini halol joiz yo'nalishda ishlaydi deb chiqazib beryapti o'rtoqlar. Qizilda chiqadigan bo'lsa, unda u joiz emas bo'ladi. Mana bu yerda ham o'zi nimaga unaqaligini ham tushuntirib beradi o'rtoqlar. Pastda rezultatini ko'rsatib beradi. Va bizda platformalarni tushunib oldinglar, bemalol bulardan foydalanib turib telefon orqali savdo qilishinglar mumkin. Agar chet elda tanishinglar bo'ladigan bo'lsa, mana shu Tinkorsumni ham o'rnatib olib, bemalol Tinkorsum orqali ham savdo qilishinglar mumkin o'rtoqlar. Shu orqali ham misol uchun analiz qilsanglar, bu real vaqtda yaqinrog'ini ko'rsatadi. Ya'ni misol uchun TradingView'da deylik $39 turgan narsa bo'lsa, Tinkorsumda o'sha 38 u 70 sent, 74 sent misol uchun o'sha narsasini aniq ko'rsatib beradi. Va shu platformalardan foydalanib, sizlar bemalol telefonda analiz qilib, telefonda savdo qilib, foydani qilib, undan keyin bemalol notebooklarni sotib olib, boshqa viloyatlar qilishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, kanalimizni rivoji uchun shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar albatta. Xudo xolasa sizlarga yana ham yaxshiroq informatsiyalarni chiqarishda davom etaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.